Sepni buzmanglar. Uchayli. Putum tüşük bo'lgan ekan, bek sat ko'rindi ekan. Mening mengizimmi sat ko'rinadi ekan. Men oqqu bo'lib qolgan bo'lsam-a? Qara, o'xshata oldimmi? Bek o'xshatdim. Akkoni o'zli bo'ldim. Nima qilyapsan? Jim tur. Uvamni buzib etding, sarang bo'ldingmi? Kechirgin ko'mabdiman. Mushundaq deydiganini biletdim. Uvamni yasab be. Qasdan tishimga tegmadim. Mengizimni taraqi surkib olay degandim. Berib boshqa daraxt surka. Ballarimni chuchitib etding, men ballarga don beraman. Uni buzib etmagandim-a? Men shunday vaziyatdan qarayman, to'g'ri billahi. Uni ayblama, u amalsiz. Undaq deganing bilan ham don topaman, ham uv yassam bo'ladi. U surkab tursa mengiz chiqadi. Mengiz chiqib qolganda qichishmaydi, shuni surkab turaman. Hammasi shundaq deydi. Bug'im mengizni surkaydi, eyiq dumbisini surkaydi, qoplan tirnog'ini bilaydi. Mencha to'xtamay unutadiman. Xo'sh, endi diqqat qilaman. Bo'ladi.
şundaq qil. Balalarım, men keldim. Ben bu tezroq cho'ng bo'lgan bo'lsak, bundaqcha qavarchilik yo'liqmaydi. To'g'ri, cho'ng bo'lsak kuchli bo'ladi. Hech kimda qo'rqmaydi. Hech kimga bozak bo'lmaydi. To'g'ri. Suvga tushaydimi? Ma'qul. Ketmanglar. Qadinas do'stinglardim qo'rqasizlar. Yo'q, biz qo'rqmadik. Ehtiyot qildik, shunda qilmasak bo'lmaydi. Deganlaring o'rinli. Albatta o'rinli. Sizlar bakban turkansizlar. Eshitmadan qo'rqmaydi ekansizlar. Hamon bir kuni bizga hech kim tankilanmaydi. Yurishtirishinglar g'alati-ku, ha? Biz kaskanmas chaqchaqdan bezor. Tushundim. Biz baldiroq cho'ng bo'lsak deymiz. Cho'ng bo'lasizlar. Qachonliqqa deb bering. Oldirib ketmanglar. Sodi qachonliqqa? Ha? To'g'ri, qachonliqqa? Oldirmanglar dedim-ku. O'sish jarayonidagi har bir kunni qadrlanglar. Hayotlikning har bir kuni ko'ngilli o'tish kerak. To'g'ri, biz qachonliq cho'ng bo'lgan bo'lamiz? O'z mas'uliyatinglarni tushungan ham uning huddisidan chiqolgan cheg'inglarda. Aniq vaqtni so'rasanglar, sen ba, sana yana 1 yil bor. Sanga-chu? Sanga-mo yana 1 yil bor. Yana 1 yil saqlaymizmi? Bu neymiş? Sen ketyapsan-ku. Meni qutuldiranglar. Qutuldiranglar. Oral emaskan. Yetkilyapti-ku. Meni qutuldiranglar. Qo'rqma, men keldim. Men keldim. Chapsan, bu oral emas, olmos tutgan. Mening dimbamda nemish qilasan? Men oral emas, alvasqim emas. Men umrimda sizdan cho'ng tashbaqani ko'rib boqmagan. Ustingdagi balani qirg'oqqa chiqib qo'y. Bo'ldi. Endi u bexatar yerga chiqdi. Simba! Bimbo! Bimbo! Simba! Endi ish yo'q. Qo'rqinchoq kelma. O rostda bek cho'ngkan. Tashbaq xonim, ketmay turing. Nadin kelganingizni deb beramsiz. Recep igizkansiz. Buningdan qaraganda uzun yil yashapsiz. Shundaq, yashayotgani necha 100 yil bo'ldi. Bizning bo'yimiz to'xtamay o'sidi. Amisa yeshingiz bu daryoning yeshi bilan o'xshashganda. Ancha farqlanmaydi. Rajab cho'ngkan. Ular nerede? Men daraxt chiqarib baqay. Shandim. Ular cho'qim avdoning kengda. Mayli. Ya, u dong emas, tashbaq ekan. Uning ishi cho'ng bo'lgandan keyin boyliq boyalarni cho'qim biladi. Nima? Boyliq ko'milgan chixyani biladi. Mana.
taş bakı mı? Nemi desem bola, belkim şundaqdı. Men sizlarni yaqtırıp qaldım. Nimişqa? Yaşlar kötürenk ruhluq keladi. Mana mendek mo'maynimni tetikleştirib etdinglar. Ama yaş emas. Mening oldimda yosh hisoblaysizlar. Hepsi neçe yaşkan Osman'ın. Ballarım bilishinglar kerakki, har qanday sharoitda ayol kishining ishini so'rashga bo'lmaydi. Kechiring, hepsi bishorat beraremsiz. Ma'qul. Timsohning bo'g'isi bilan mo'misi yosh chog'da men allaqachon qerib ketgan. Siz yer shari bilan tang tug'ilganmi? Yo'q, men uzun yil yashagan bo'lsam-mu, unchalik cho'ng emas. Men tug'ilganda yer sharining shakllanganiga oz deganda 3 milliard yil bo'ldi ekan. 3 milliard yil degan oz vaqt emas. Esimiz Allah. Rostmi? Rost bo'lmaydi. U chog'da yer sharining ustini quyuq atmosfera qavati qoplagan ekan. Çağda yer bilen asman üstünlük talışıp, toxtumay erişir ekan. Alem bina buluş jarayonida eng dastlabki hayotlik atomlar paydo bo'ldi. Atomları? He, uşaq mikrosomani deyman. Nime? Ular urug' o'xshaydi, konkret desak, hayotlik urug'i. Tushuntirib bergan bo'lsangiz. U hayotlikni tashkil qiluvchi hujayraning barliq moddalarini o'z ichiga olgan bo'lib, yer sharidagi barliq hayotlikning manbai hisoblanadi. Ne kadar gitti hocam. O çağda hayatlık olmasa bu işlerini siz kandak bildiniz? Shundoq, o'chaqda hayotlik bo'lmasa, Men hayotlikning paydo bo'lish jarayonini bilaman. Bu bizga tava bo'lgan gen irsiylik. so'zlayversiniz. To'g'ri, so'zlab bering, ha? Ma'qul. So'zlayvering. Taxminan 1 milliard yildan keyin eng dastlabki molekulalar tadrijiy taraqqiy qilib, taq hujayirlik hayotlik shakllangan. Keyin o'zgarish orqali ko'p hujayirlik hayotlik yoki meduza shakllanib, dengizda yashagan. Ularning uzuqliq topadigan nurg'un antenasi bo'lgan. Keyin qasraqliq bulutsimon ham ushshaq jonliqqa aylangan. Ular taq hujayirlik hayotlikdan shakllangan. Oylar o'tib, yillar o'tib, hamma ish to'xtagan. Barliq tadrijiy taraqqiyot asosan bir yerga borgan. Biroq bundan taxminan 500 million 500 ming yil ilgari o'zgarish yuz bergan. Hayotlik zo'r darajada taraqqiy qilgan. Yer sharidagi barliq dengiz okeanlarda degidek eng qadimiy jonlar intiozavrlar paydo bo'lgan. Har xil intiozavrlar bu yerda orom olgan, ko'paygan, oziq tepish uchun quruqlikka chiqqan. Ulardan ba'zilari qo'shmakonliq hayvonga aylangan. Qo'shmakonliq hayvon degan nima? Çapsasımız kuyruk tadı oldu. Mana men qo'shmakonliq hayvon timsohmi shundaq? Kesib aytalamsiz. Albatta. Sertefi Petrozavrning davri tuqquni. U 2-chi era davridagi o'mlikchi hayvon. Shundaqla qo'shmakonliq hayvon. Ular suvdimi, quruqlikda yashay oladi. Sizlar bilgansizlar, men qo'shmakonliq hayvonning avlodi ekanman. Biz ulardan jiq farqlanamiz. Necha ming yil ichida o'zsiz taraqqiy qilgan. Necha ming yil? Shuncha uzun yilmi? Keyin yer sharining havosi namlashib, nurg'un o'simliklar masharatni o'sish muhiti bilan ta'minlagan. Bundan 270 million yil ilgari qo'shmakonliq hayvonlar yer sharining xo'jayinlari edi. Biroq uzoq qolmay muzliq davri yetib kelgan.
yer şarının bir qismi muzning ostida qolgan. Bir qismi bo'lsa qaqasliqqa aylanib, hamma yerni qum tosh bosgan. Muzliq davr barliq hayotlik uchun qiyin davr bo'lgan. Qo'shmakalli hayvonlarning hammasi degidek to'nglab qolgan. Ammo timsoqqa mendek o'mligich hayvonlar saq qolgan. Keyin yangi davr boshlangan. Bizdek o'mligich hayvonlarda g'oyat zo'r o'zgarish bo'lgan. Keyingi 150 million yil ichida ular quruqliq ham havoga xo'jayin bo'lgan. Ba'zilari mang'alagan, ba'zilari uchalagan. Quşqa o'xshashmi? Undaq qushlar o'mlik hayvonlarning avlodimi? Albatta, ya'ni kaslanchiqmi bor, ammo ularning tadriji taraqqiyoti odatdagidek emas. Ana bas quyrug'ini chiqarib oldik. Ey, qara baqayli, u yana qanday bayliqni yurib oldi ekan. Kaslanchiqning tadriji taraqqiyoti nimishqa odatdagidek emas? Aldırma Toshbaq xonim deb berdi. Chunki bir xil kaslanchiqning dumbisida cho'qchin chiqqan ustixon bor edi. Ben bu, sening dumbangimi? Ashunda qusqan chiqqan bo'lsa demsan? Sizlar nima qilyapsizlar? Nima istayapsiz? Sizlar kim? Men ajab ko'rib boqmabdi. Ular qo'rqib ketdi. Biz sizning baylig'ingizni izlayotdik. Mening boylig'im nima? O mening badanimda. Agar bayliq badinda bo'lsa, Bek boy hisoblanadi. Ammo men boylig'imning jiqligidan emas, balki tinimning saqligidan boy hisoblanaman. Bizning o'rtaq boylig'imiz bor. Zo'r boylik. men biletdim, uning jiq bayliq balig'ini biletdim, Alloh biletdim. Bo'ladi. Agar xohlasanglar, birga boraylik. Boylik boyaychiroq emas. Sizlarni hozirla boshlab boray. Bu yer menga tanishliq, men boyliq ko'migan. Juringlar. Ma'qul. Bu fursatdan foydalanib sizlarga yana so'zlab beray. Dumbisiga ustixon o'sib chiqqan bir kaslanchiq bor bo'lib, ustixonning uzunligi 2 metr keladi ekan. Bu bek muhim. Biz uning avlodlari keyin doim otlabga qoqlanqashqa uning qini qisib ketibdi. U yana buyuk ovchiga aylanibdi. Bo'ldi, keldik, chiqinglar. Men sizlarga degan boyliq tog' jinsidagi toshqa aylangan jism. Aya qaranglar. Tashqa aylangan jism pul g'erandiqada ko'rpaqaychi. Toshqa aylangan hayvon, o xuddi toshqa band qilingandek turadi. Uning obrazini aniq ko'rgili bo'ladi ekan. Toshqa aylangan mushu hayvonlar ham o'simliklar bo'g'ashqilar. Biz qaysi davrda qanday turlarning bo'g'anligini bilalaymiz. Bu dinozavr oilasiga tava. Mungizakli qattiq ona pulga olami? Ayta. Amaliyotda bu mungizlik dinozavr iradan burungi hayvonlarning bir qismi. Ular bek cho'q. Ba'zi yerlari do'stimiz timsoqqa bek o'xshaydi. Shundaqmi-ki? Qarab, ularni buti usrab ketsa, kesib bo'ladi. Kichikroq tashboniki qarab baqayli. To'g'ri. İradım bura hayvanlarning turqi qandoq deb faqat tushunamadim. Ular qadimiy davrda yashagan hayvonlar. U chaqda kishilar xat yozishni, metallarni ishlatishni bilmaydi. Uning badani bek uzun ekan. Men bayqidim. Puti qushqa o'xshaydi ekan. To'g'ri. Uning skeletimi qushning skeletini aslatadi. Dinozavr kayni puti bilan mengib, oldi puti bilan qo'g'dinadi. Ba'zilari go'shxo'r bo'lib, bek qo'rqinchli. Tishlari o'tkir edi. Yana ba'zilari to'rt puti bilan mang'adi. Besh kichik, bo'yni uzun edi. Ular o'tkir hisoblanadi. Ular kichik sutlangicha hayvonlar faqat yarim kechada o'zini chiqaradi. O'tkir dinozavr qo'yrug'i bilan qo'g'dinadi. Ularning terisi go'shxo'r dinozavrlarning hujumidan mudofaa qilinadi. Tyrannozavrlar eng qo'rqinchli ovchi bo'lib, yer sharidagi eng vahshiy hayvon hisoblanadi. Bedenining uzunligi 12 metr, tishining uzunligi 20 santimetr keladi. Necha million yil jarayonida bu g'oyat zo'r hayvonlar yer shariga tahdid solib kelgan. Kichik sutlamgi
barcha hayvonlar hayot qilish uchun yurishini bilishga majbur edi. O'txo'r dinozavr ballardan bir qadammo ayrilmaydi. O dinozavrlar ne ketken? Ularning toshqo'ylangan jismini ko'mdik-ku. Qo'rqinchli ofat uchirgandan keyin nasli qurib butunlay yo'qolgan. Nimish qildi? Ular shundoq cho'ng kuchlik tursa. Ularning nasli qurmaslik kerak edi. Biroq taqdirga bir narsa tegilib bo'lmaydi. Bir g'oyat zo'r meteorit yer sharining atmosfera qavitidan o'tib dengizga tushgan. Bu dahshatli dengiz shavqini ham yer tavrashni paydo qilgan. Quyuq chang to'zon shiddat bilan yer shariga hujum boshlagan. Yer sharini bara-bara chang to'zon qoplagan. Hatta quyoshning ko'gili bo'lmagan, temperatura shiddat bilan tuvalligan. Zaharli gaz jism bilan kislotalik yomg'ir oxir quruqliqqan dengiz suyidagi zo'r bir turkum jismni nobud qilib etgan. Shunday qilib yer shari nihoyat qisqa muddat ichida barliq aholisidan mahrum qolgan. Shundoq, ammo biz hayot cho'qim mavjud bo'lib tura olmaymiz. To'g'ri deding, albatta shundoq bo'ladi. Sen, men, hamma ikkilanmo bizning jamoatimizga tava. Bu ikkisimi bizning ajdodimizmi? Qiziq gap bo'ldi. Yurishni olgan barliq hayvonlarning ajdodimiz bo'lishi natayin. Mana ma gap bo'ldi. Keyin qanday bo'ldi? Keyin nurg'un jonliq uyg'onishga boshlagan. Muzliq davr oxir o'tib ketgan. Yer shari issigan. Nima degan uzun vaqtda? Jonliqlar yana yangi musofirni boshlagan. Menimcha bu toshqo'ylangan jismdan ming yaxshi. Menimcha bu texmi chiqdi qaraydi. Qandaq ahvolingіз, Toshbaq xonim? Hozir keldingizmi? Ya, O bizga ajdodimiz to'g'risiga hikoya aytmadi. Bak dalaylikka sizlar nurg'un bilim o'rganyapsizlar. Shundoq, biroq men o'ylayapman, bular rost ishmidi yo rivoyatmidi? deganlarimning hammasi rost ish. Yer sharining hikoyasi rivoyatdan sirliq. To'g'ri, bek sirliqkan. Qaranglar, Biz bayliq topildi. Qandaq boyliq? Tosh, qo'llar. Güzel taş, chiroyli qo'lliq edi. Sizlar degan boyliq mushumi? Shunda. Ularning hech qanday qimmati yo'q. Chiroyli bo'g'ini bilan pulg'anmaydi. Sizlar Toshbaq xonimning gaplarini ansanglarlar tushunasizlar. Haqiqiy boyliq bilimdir. Bugun u sizlarga ajoyib yaxshi so'q taqdim qilib, yer sharining hikoyasini so'zlab berdi. Endi ketay, dengizni kesib o'tmasam bo'lmaydi. Hamon bir kuni haqiqiy boylik tepishinglarga tilakdoshman. Sizni dengizga olib qo'yay, qadrli do'stim. Men dinozavrga aylanib tushganman. Men shundoq tushganman. Ismoil bo'ldim. Nima degan umoq bollar? Qara, Kedin. Sinba bilan Binbo qushqa sinchilab qaradi. Chunki ular qushning ajdodini bilib olgan edi. Ular Toshbaq xonimning so'zlaridan bilim o'rganib olg'ashqa bek xo'shal edi. Ular Adinaroning so'zlarining to'g'riligini his qildi. Haqiqiy boylik bilimdir. Bilim ularda yangi ajoyib qarayib ishlarga taqobil turish ishonchisini turg'izadi.